Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Futbol dunyosi kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Eron bizdan chochib o'ynadi. Terma jamoamiz sobiq futbolchisi Tehrondagi o'yin haqida yana nima deydi? Tehronda Ozodlik stadionida bo'lib o'tgan Eron, O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv juda qiziqarli va hayajonga boy o'tdi. Albatta, vakillarimiz yutishga munosib o'ynadi. 2 marta hisobda oldinda bordik, biroq yakunda mezbonlar mag'lubiyatdan qutulib qoldilar va durang o'ynab jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Terma jamoamiz sobiq futbolchisi Lutfulla To'rayevga bellashuv borasidagi savollar bilan murojaat qildik. O'yin juda qiziqarli va zo'r tempda o'tdi. Uchrashuv haqida fikringiz qanday? O'yin juda qiziqarli o'tdi. Shu bilan birga juda qiyin uchrashuv bo'ldi. Biz 2 marta hisobda oldinda bordik. Lekin top o'tkazib yubordik. Baribir futbolchilarga katta rahmat, ular maydonda borlarni berishdi. O'yindagi sizga eng ko'p yoqqan narsa nima bo'ldi? Eng yoqqani yigitlarimiz uchrashuvda borini berib harakat qilishdi. Birortasini maydonda shunchaki yurganini ko'rmadik. Hammasi katta hajmdagi mehnatni bajardilar, qoyil. Nastroy ham yaxshi bo'ldi. Futbolchilarimiz bor imkoniyatini ishga solishgani yoqdi. 1-2 paytida yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lgandik. O'sha vaziyatlarni qanday izohlaysiz? Futbol shunisi bilan qiziq bo'ladi. Vaziyatlar ko'p bo'ladi. Albatta, hisob 1-2 bo'lib turganida ham bizda golli imkoniyatlar yetarlicha yuzaga keldi. Abbos ham qulay vaziyatda gol ura olmay qoldi. Bu futbol. Futbol mana shunday lahzalari bilan ham qiziq bo'ladi. Agar futbolda hamma imkoniyatlar golga aylanganida 2-2 emas, balki katta natija yuzaga kelgan bo'lardi. Zaxiradan maydonga tushganlar to'g'ri bo'ldimi va qanchalik o'yinga kirishib keta oldilar? Zaxiradan tushganlar yomon bo'lmadi, o'yinga yaxshi qo'shilib ketishdi deb o'ylayman. Boriyev, Mozgovoy, Jiyanovlar chakki emas. Akmal uchrashuv oxirlarida maydonga tushdi. Boriyev ham o'rtada yaxshi o'ynadi. Eron bizdan chochib o'ynadi, shunday emasmi? Albatta, Eron bizdan chochib o'ynadi. Shuning uchun ham biz boshida gol urdik. 1-1dan keyin darhol ikkinchi golni kiritdik. Eron himoyada palapartish o'ynadi. Alamli durangmi yoki? Alamli durang bo'ldi deb o'ylayman. Nimaga deganda, bugun 2 marta hisobda oldinda bordik. Eron durang o'ynagandan xursand. Biz g'alaba qozonishimiz kerak edi. Bu futbol. Durang ham yomon emas. Ammo yutganimizda yaxshiroq bo'lardi. O'zbekistonga qarshi bahs oldidan Birlashgan Arab Amirliklari bosh murabbiyi ishdan bo'shatildi. Futbol bo'yicha Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bosh murabbiyi Paulo Bento o'z lavozimidan ozod qilindi. Bu haqida Futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Hozircha mutaxassisning nega ishdan olingani ma'lum qilinmagan. Biz murabbiylar shtabi va uning yordamchilari bilan shartnomani bekor qilganimizni rasman e'lon qilamiz, deyiladi xabarda. Portugaliyalik murabbiy qo'l ostidagi so'nggi o'yinni 25-mart kuni Shimoliy Koreyaga qarshi o'tkazdi. Qiyin o'tgan bahsda Bento shogirdlari 2-1 hisobida yutdi. Amirliklar jamoasi Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi A guruhida 13 ochko bilan 3-o'rinni egallab turibdi. 55 yoshli Paulo Bento 2023 yil Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi boshqaruviga kelgan edi. Jamoa uning qo'l ostida 26 ta uchrashuv o'tkazib, 14 ta g'alaba, 6 durang va 6 mag'lubiyat qayd etdi. Murabbiyning shartnomasi 2026 yilga qadar mo'ljallangan edi. Ma'lumot uchun, terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati saralashi doirasidagi navbatdagi o'yinini O'zbekistonga qarshi o'tkazadi. Uchrashuv 5-iyun kuni bo'lib o'tadi.